Türmeden chiqib, udul tuniga yotgan yotoqqa qaytib keldik. Ham yotoqning 1 oylik pulini to'lab, bu yerda yetib tirikchilik qilish, 1 oydan keyin birga Shinjongga qaytib ketishni planlashdik. Bir necha qitim tutilib qolganligimizni hisob qilmaganda, ahvolimiz nihoyat yaxshi ketib boradi. Har qitim qaysi birimiz tutilib qolsak, saqchilarga yana birimizning telefon nomerini aytib berdik. Ondan jarimani to'lab chiqib ketdik. Bu jarayonda Odil bilan bakmi yaqin do'stlar bo'lib ketdik. Burun Samat Lobanning qo'lida birga tug'an vaqtda uning bilan ancha yaqin emas edim. U bakmi kam so'z edi. Gibi bo'z qiladi, bo'lmasa o'z ishi bilan aldirashib yuradi. Ba'zi kechasi o'zimizning sarguzashtlarimizni so'zlashib, bundan keyingi turmushimizni qanday o'tkazish to'g'riliq mungtishib ketdik. Ota-onamni bek sevinib ketdim, adash. U doim shundoq deganda mening ko'nglim yerim bo'lib, yo uningga tasalli berishni, yo o'z ko'nglimni xush qilishni bilmay qoldim. Mening bu boshqalarga o'xshash shundoq baxtli oilam botdi. G'amsiz o'ynab, kulib yurgan go'zal chog'larim, kelgusiga bo'lgan nurg'un orzu-armonlarim bo'lgandir. Dadam soqchi, opam o'qituvchi edi. Ular menga bakmi kuyinatdi. Nim desam shuni qilib beradi qara. O'zimni tang tush do'stlarim ichida eng baxtli hisoblaydim. Tıxı darslarım nayt yaxşıdım. O'qituvchi savodoshlarimning hammasi menga bek amroqdi. Yilimi esimdan ketmaydi. Shu yili men boshlang'ich maktabning 4-yilligiga chiqqandim. Bir atigini saharda maktabga berish uchun yo'lga chiqdim. Amdili maktabdan qayrilib cho'ng yo'lga chiqsam, oldimda bir mashina to'xtab, qop-qora ko'zoynak taqib olgan bir odam mashinadan tushib qishimga keldi. Hammandan sinfimdagi bir qizni so'radi. Ben ularga ikkimizning bir sinfda o'qiydiganligimizni aytib edim. Ular o qizning uyida jiddiy ish chiqib qolganligini, shu qiz bilan ko'rishimiz bo'lmaydiganligini aytib, meni boshlab berishni aytdi. Men ularning menga rezil qo'lini sunayotganligini nadim bilay u kichik vaqtda. Ma'qul dedim. Ham ularning mashinasiga chiqib, ularni boshlab mangibdiman tig'i. Yo'liq qora ko'zoynak taqib olgan kishi mendan uni buni so'rab qo'ydi. Hem bana yançıqdan bir uçum kampütni chiqirib berdi. Yeginimni bilma. Bir chaqda ko'zimni ochsam bir qorong'u uyda put qo'llarim bog'langan holat yetibdimi? Shunda qo'rqib ketdim. Hem qutquzinglar deb to'xtamay to'lashga boshladim. Bir kimda ular og'zimga lat tiqib, meni to'g'layolmas qilib qo'ydi. Hem menga tahdid ishiltib, yana qarshilik ko'rsatsam o'ltirib o'tadiganligini aytdi. Kichik bo'g'ashga yana nimani o'ylab yetay? Shundaq ularning oldam xaltasiga tushib, bu yerga keldim. Keyin bilsam, aslida Samat Lobanning dadam bilan adovati bor ekan. Ham shu adovat uchun oldin ola planlab meni mehribon dadamdan, kuyimchan onamdan ayirib etdi. Bularni o'ylasam, ko'nglim buzilib yig'lab ketaman. Dadam, onam mening dardimdan nim bo'lib ketgandi. Mana ulardan ayrilg'ili top-to'g'ri 15 yil o'tdi. Ularning qanday bo'lib ketganligini bilmayman. Xudoyim buyursa, Shinjongga qaytib ketsam, ularning holidan obdan xabar olib, farzandlik qarzimni cho'qqim ado qilaman. Odil har qitim bularni so'zlab ko'ngli buzilganida, men uningdan bakrak azoblandim. Men o'z dadamning chiroyining qandoqligini qiyos qila olmayman. Men uchun kuyib pishgan onamdan ayrildim. Tova. Ulug' Allah hamma bandisining turmushini, taqdirini har xil yaratgan. Ba'zilari boy, yana ba'zilarini nimrat qilib yaratgan. Har kishining taqdiriga har xil qismatlarni ato qilgan. Bir oymo hashbashligicha o'tib ketdi. Biz hamma ishlarni bitirib, Shinjongga qaytib ketishning tayyorligini qilib ulgurdik. Aeroplan biletini olib boldik. Soat 5 da yo'lga chiqdik. Changdodan ketsamla o'g'irlik hayotim xotim berib, yangi bir hayotim boshlanish oldi turadi. Yuraklarim xushalliq naqsiga jur bo'lib, hayajonga cho'milib yotadi. Qarsam Odilmi meningdan bekra qo'shal edi.
Biz ishlarni bir qurib bitirib, o'rlashtirib bo'lgandan keyin eng oxirgi qitim bir yerda o'ltirib, hasratlik hayotimizga xotima berish uchun, yangi bir hayotimizni xushal holda kutilish uchun tantana qilmoqchi bo'ldik. Biz sirtqa chiqib taksida o'tirdik. Şoförgə bizni Chengdudagi eng esil tanışxonaning biriga boshlab berishni aytdik. Bir soatlardan keyin şoför bizni bir tanışxonaning oldiga olib keldi. Tanışxonaning ichiga kirib, og'zimni tutib qolibdiman. Burun bundaq esil joyni ajab ko'rib boqmabdiman desa. Biz tanışxonaning ayrimxonasiga kirib o'ltirib, bir botilka eski suv, 2 quta sovuq ichimlik va ushaq-tushak yemekliklarni buyurtdik. Bugün bizning Chengduda eng oxirgi qitimliq turishimiz bo'lg'achqa, o'zimni nihoyat erkin, yenik his qilmoqda edim. Biz so'rinimizni boshlab, oldi bilan bundan keyingi do'stligimiz ham go'zal atimiz uchun bir rumkadan ko'tarib etdik. Bir chaqda bir mulozim qiz kirib keldi, ham bizdan so'radi. Sizlar yamra qiz kerakmi? Yo'q. Odil ikkimiz tangli javob berishdik. Mulozim qiz yana dedi. Meyxonamizda Uyg'ur qizlarmi bor? Buni anglab, Odilga qarab qo'ydim. Millatimiz qizlarining sha'niga dog' keltirib, bu yerda buzuqlik qilayotgan qizlarni bir ko'rib boqim. Bo'lsa, toza urib ochchig'ini chiqarib olgim kelyapti. Lozim. Bizga Uyg'ur qizdan ikkisi lozim. Dedim mulozim qiz qarab. U chiqib ketdi. 5 minut o'tmay, yuzlarini olib bulmoch bo'yab, yubkisining qisqiligidan ichiga kiyvog'ini ko'rinib turadigan ikki qiz kirib keldi. Beshimni shundoq ko'tardim. Zuhra, ko'zlarimiz uchrashib edi. U ko'zini mendan elib qochib, chiqib ketmoqchi bo'lib og'ziga yondi. Nihoyat chaqaloq bilan yugurib kelib, uni tutib oldim. Raqiblar takuchi uchrashadigan gapni kim degan bo'g'iydi? Xuddi Zuhra bilan ikkimizga qordi degandek bilinib ketdi. Zuhraning manqog'alari bir-birlab ko'ngil ekranida paydo bo'lib, ochchig'im shundoq keldi. "Vo, siz paskina, tek nima qochmoqchi bo'lsan?" Shundoq deganimcha o'zimni tutib olmay, uning yuziga keltirib bir shaplaq soldim. U joyida qimir qilmay, yuzlarini tutib qoldi. Uning bilan birga kirgan sal semizga kelgan, o'z chiroyiga mos kelmagan grimlarni qilib, yuzlarini chantilib kesadek bo'yib olgan yana bir qiz oldimga itilib keldi. "Nimandaq rozinimsan, nima aygul uraversa?" U oldimga develab kelibdi, kuchab itirib etdim. U bağın peyde tango çaplışıp kaldı. Hem avazını buluşuğu çıkarıp "Adam bormi? Adam bormi? Qutqizinglar, odam o'ldi." "Ağzını yum, bu qancıq rasva. Bu yerda sen işbasdan iş yok." Unuğa qarab şundaq dedim. Hem Adilға ko'z ishorasi qilib qo'ydim. Adilmi ko'nglimni tushungendek bo'lsa kerak. O'rnidan turib uning qishig'i badi. Hem yenidan pishaqni chiqarib uningga tanglab edi. Uning ovozim pasaydi. Endi navbat Zuhra kelgan edi. Baya av qancıqning Aygul deb chaqirganini o'ylab, texim ochchig'im keldi. Zuhra beshini tuvan silib yig'lab o'tadi. "Seni Zuhra deb chaqiraymi yoki Aygulmi? Bu yerda ko'zingni sho's eqtib tug'unala bika. Oldimda to'la yasamlik qilma. Bo'lmasa yili ko'rsa." Zuhra beshini ko'tarib men qaradi. To'g'ri, mening haqiqiy ismim Aygul. Sizni oldidan ochiqmas chiqadigan ish bo'lsa, meni urib o'ltirib etding. Mushundaq desam, menga ish chaqirib uranmay deb o'ylab qolganmisa, uxlab tushing. Uni yana 2-3 urib etdim. Uning burnidan qon yiqishga boshladi. Shu topdagi holda qarab, kulishimni yoki ish og'ritishimni bilmay qoldim. "Bilamsan shuni? Sen qonjuqning dastidan yaqin og'inam turma kirib ketdi. Sen qonjuqni deb totqan kuldirib ozmi mening? Bugun hamma maslahni topshir. Bo'lmaydigan bo'lsa bu yerdan tirik chiqib ketman deb xamqat qilchimma." U yig'ir birini tinayotgandan keyin Bo'ladi. Mening ichimda tik to'shib turadi. Sizga hammani aytay. asta o'rniga berib o'tirdim. Ko'nglimda "Bilaman sen qanjuqni. Bir yog'an gapdan birini to'qib, meni aldayman deysan. Lekin endi bu qitim sen undaq go'shash murod chiqqani yo'q. Qandaq adabini bermanki qani?" deganlarni o'ylab o'tdim. Odilni qishimga kelib o'tirdi. Zuhra bilan heliq qizmi asta yonimizga kelib o'tirishdi. Ochchig'im hech bes qaydimay o'tdi.
bir rumka aroqni güp qilib ichib etdim. Men esimni bilsam, dadam tugab ketgan ekan. Yenimda o'gay dadam bordi. Lekin shuni hayrandim. Hamma odam o'gay dadasini yomon deyishir ekan. Lekin o'gay dadam menga bakla amraqdi. Zuhra, yo'q. Aygul hikoyasini shundoq boshladi. Uni hikoya to'qoti deb o'ylab atdim. Lekin dadam tugab ketgan degan gapini anglab, meningmi hissashligim tutib qoldi. Qani oxir qandoq bo'larkin deb uning so'ziga quloq soldim. Men o'gay dadamga shundoq amraqdim. Keyin bora cho'ng bo'lishga boshladim. Maktabda sinf boshliq edim. O'qituvchi savoqdoshlarimning hammasi menga bek amraqdi. Bu dunyoni shundoq go'zal his qilatdim. Keyin mening xo'shalligim, go'zal orzu-armonlarimning hammasi barbod bo'ldi. To'liq o'tirning oxirgi yili onam meni tashlab u dunyoga ketib qoldi. Yig'ladim, qon yosh to'kdim. O'zimning baxtsizligimga, taqdirimga kechindim. O'gay dadam menga tasalli berdi. Menga texmi yaxshi qaraydiganligini aytib, nurg'un tatliq va'dalarni berdi. Taqdirga tan berib o'qishimni davomlashtirdim. Lekin hamma ishlar biz o'ylagandek bo'lmaydi ekan. Mening go'zal orzu-armonlarim yo'q bo'ldi. Imtihonni shundoq yaxshi bergan bo'lsam, menga chaqiriq kelmadi. O'zimning sho'rpeshonligimga yana bir qitim ishondim. Levimni tishlab o'gay dadamning yo'l ko'rsatishi bilan bir mashinchilik do'koniga shogirdlikka kirdim. Dad ta'siritimni unutib, endi hayotimni qayta boshlay deb turganimda, hayotimdagi unutilg'isiz, mangu esimdan chiqmas qabatlik bir ish yuz berdi. Zuhra so'zlab bu yerga kelganda buqildab yig'lab etdi. Uningga qandoq pozitsiya bildirishni bilmay qoldim. O'zimning dunyo qiz bo'lib turalganimga nihoyat ichindim. Qiz bola shundoq ojiz keladi ekan. O'z beshimga kelgan qismatlar oldidan nihoyat ojiz keldim. Bir kuni kechasi ishdan qaytib kelib uyga kelsam, o'gay dadam yo'q ekan. Qo'zqim shundoq ichib ketgandi. Qarasam ishkop ustida somsa, mineral suv turardi. Ko'nglimda o'gay dadam ajab yaxshi jumu deganlarni o'ylab, somsining hammini yeb etibdiman. Mineral suvni ichib bo'ptiman. Bir chaqda beshimning qayg'inini, ko'nglimning ilishqinini bilaman. Karvatga beshimni shundoq qo'yganimni bilaman. Uyquga ketibdiman. Shundoq uzun tush ko'ribdiman. Tushimda yo'g'on bir baxtliq menga qarab etilib kelgidek. O'zimni shuncha ep qochsam-u meni tutib olg'idek. Hammani besib olib menga majburiy holda bosqinchilik qilg'idek. Hushimdan ketibdiman. Tushimda shundoq yig'lab ketgidekman. Bir chaqda ko'zimni ochsam, o'ngimda yig'lab etibdiman. Yenimda qip-yalang'och holda o'gay dadam yotdi. Shundoq qo'rqib ketdim. Mening kiyimlarimning hammasi silingan. Onadan tug'ma holat yotaman. Hamma ishni tushungandek bo'lib, texmi qattiq yig'lab ketdim. Ham o'gay dadam, yo'q, u hargiz dada bo'lishga loyiq emas. Iflos hayvonning badanlarini tatlab qiymi-chiymi qilib etibdiman. U ko'zini ochib, mening qo'limni tutib oldi. Hamma Qizim, meni kechirgin. Men ezibdiman deb yolvorishga boshladi. Kimsinin kızınken o iflas. Shundoq deb uning yuziga shundoq birini tukirib edim, u mening yuzimga shaplaq bilan birini soldi. Ham og'zingni yum. Agar bu ishni boshqalar deydigansa, seni o'ldiribman. Bu uy turg'isiz qilibman deb tahdid soldi. U munofiq chiqib ketib edi, shundoq qattiq yig'labdiman. Hamma qizlar shundoq muhim bilib, hatto jinini qurbon qilib etadigan qizlik ipitim munofiq, razil o'gay dadam tarafidan yo'qtilgan edi. Shu vaqtdan ko'zimga hech nim ko'rinmay, o'gay dadamni o'ldirib etishni, ondan o'zimni o'lib olishni o'yladim. Lekin jur'at qila olmadim. Faqat ko'z yoshlarimni to'kib, levimni tishlab, chidamoqdan boshqa amal yo'q edi. Ichimda ochiq bir azob, qonliq yosh qismat qaytib qolgandi. Shu kuni yig'lig'inimcha ko'zimni yumibla uydan chiqib ketdim. Hozir o'ylasam, shu vaqt kallam bakmi oddiy ekan. Mushu uydan chiqib boshqa yerga ketsamla, shu munofiqning xo'rlashini qutula olmayman-ku deb o'ylab ekanman. Shunda qilib yenimda yig'iyotgan pullarni yig'sam, Oran Urumchiga bog'idek kira puli bo'ldi.
Tavakkul deb yo'lga chiqdim. Hamma odam shunda xo'shal. Faqat mening alamim ichimga to'shib ketgan. To'xtamay yig'layapman. O'zimning to'limi ojiz, betalay, sho'r peshonligimga yechinyapman. Oxiri Urumchiga yetib keldim. Lekin nega berishimni bilmaydim. Qo'sqim shunda qashqandi. Yo'ldagi hamma narsaga havas bilan qarab ketdim. Barchaqdan bir oshxonaning oldiga kelib qoldim. Tavakkul deb kirdimda, Udul xo'jayinning qishiga bordim. Ham qoch-quch yuydigan odam oladigan olmaydiganligini so'radim. Anlig'im noyt sesiq gap bo'ldi. U oshxonadan chiqib, bu oshxonaga kirib degandek, qancha oshxonaga kirganligimni bilmayman. Oxiri ta'limga yarashan bir oqko'ngil odam meni ep qoldi. Gerçi bir kunda qiladigan ishim shundoq jiq bo'lsa-mu, lekin faqat arg'inlik sezmaydim. O'zimni shundoq xo'shal tutishga tirishatdim. Odam yo'q yerga berib, qonug'icha toza yig'laydim. Kunlarim shu tariqada o'tayverdi. Bir kuni dam olish vaqtidan foydalanib, bozor aylang'ash kiyim setilish uchun ketayotdim. Bir to'p odamlar bir yerga to'plashib olganligini ko'rib, qiziqib qarab edim. Aslida bir e'lon ekan. E'londa ishkirdagi o'lkalarga usulchi qizlar oladiganligini, sharti 16 yoshdan yuqori, to'liqsiz madaniyat saviyasiga ega chiroyli qizlar bo'lishi, maoshining 2000 yuanligini yozgan edi. 2000 yuan deganini ko'rib, sal qiziqib qoldim. Ham menmo ta'limni bir sinab beqish maqsadida tizimlatdim. Keyin ular imtihon oldi. Burun maktabda o'qiyotgan vaqtda hamma savodoshlarim meni usulni yaxshi o'ynaysan deb maqtaydigan. İmtihandan muvaffaqiyatli o'tganligimni anglab, beshim ko'kka yetdi. Oshxona xo'jayinining shuncha yolvorishiga qaramay, ishkirdan usulchi bo'lish uchun aldirab ularga ergashib, yana 10 necha qizlar bilan bu yerga keldim. Lekin bu yerga kelibla o'zimizning aldanganligini, ularning amaliyotda bizni fohishxonaga setayotganligini anglab, aylanib ketdim. Endi bu dardimni kimga aytay? Taqdirimning bundaq murakkab o'rlashtirganligini ko'rib, faqatli yashig'im kelmadi. Necha qatim o'lib olmoqchi bo'ldim. Lekin vaqti kelganda odamga jondanmi va qadrlik aziz narsa bo'lmaydi ekan. Oxiri ularning urib tillashlariga bo'ysunib, bu ishga qadam qo'ydim. Boshda menga bak alam bo'ldi. O'z-o'zimdan numus qilib, qon yosh to'kdim. Keyin bara-bara ko'nibmi qoldim. Dunyodagi hamma erlarga shundoq o'sh bo'lib ketdim. O'gay dadam ko'z oldimga kelsa, meni mush kunga qo'yganini esimga ilib, heliqi narsasini kesib, parcha-parcha qilib etdim. O'gay dadamni choynab purkib etkim keladi. Taqdirimga tanbadim. Ham tanbamaymi amolim yo'q edi. Necha qatim qochib ketish uchun harakatga kelibmi vaqtim. Lekin lobinim tarafidan tutilib qilib, teximi qattiq jazoga uchirdim. Necha qatim lobinimning qiynab, esib qo'yishlarga uchirdim. Qochib ketishni o'ylaydim. O'zimning hayotimning mana shundaqla tugab ketishini o'ylab, o'z go'shimni o'zim yegidek bo'lardim. Bir qatim qattiq og'rib yetib qoldim. To'xtamay yutilatdim. Ichimda qurtqa o'xshash bir narsa o'mlab menglatgandek his qilatdim. Doktorga tekshirtib edim, aydiz chiqibdi men. Oxirgi umidimni yo'qqa chiqdi. Shunda azoblandim. Hayotimning asta-asta kuyib kulga aylanib tugayotganligini ko'rsam, hamma erlardan o'ch olg'im. Mush kasalni dunyodagi barliq erlarga yuqtirib o'ltirgim keladi. Shu vaqtlarda mijozim bakmi o'zgarib ketdi. Hayotim oxirlashqicha mush kasalni qanchajiq odamga yuqtirsam, shuncha yaxshi bo'ladi deb o'ylaydim. Shundoq kunlarning birida sizga uchrab qoldim. U shundoq deb menga lappida qarab qo'ydi. Men uning so'zlarining ichiga kirib ketgan edim. Uning aydiz bo'lib qolganligini anglab, mening yuragimni echib ketdi. Sizni uchirtib nima qilarimni bilmay qoldim. Siz menga shundoq ko'yindingiz, menga ishondingiz. O'zimni bilmay sizni yaxshi ko'rib qoldim. Lekin sizni yaxshi ko'rib qolsam bo'lmaydi. Chunki sizning mendek bir fohish qizni, aydiz kasaliga giribdor bo'lgan qizni erishingiz mumkin emas edi.
Her qitim sizning biz to'y qilsaq degan gaplaringizni anglag'animda bakmi azoblanatdim. Yig'laydim. Oxiri ikkimizning ishining mumkin bo'lmaydiganligini his qilib, sizni tashlab ketdim. Keyin sizning doktorxonada yetib qolganligingizni anglab, yana chidamadim. Shunda qilib biz yurib qoldik. Siz mening fohish ekanligimni, bir ipti buzilgan axloqsiz qiz ekanligimni bilmaydingiz. Men sizning bu yerda o'g'irlik qilganligingizni allaburun bilgandim. Hali oqshom esingizdami? Shu kuni asidan sizni shundoq quchoqligim, so'ygim, bag'ringizga o'zimni otqim bor edi. Lekin yana ojiz keldim. Men bir fohisha, aydis qiz. Sizning pok tiningizni o'z badanim orqali bulg'ashni xohlamadim. Atsi siz bilan xo'shlashib bilan Udul bankiga keldim. Hem o'zimning bank kartamni yo'qotganligimni, pul oldiganligimni aytdim. Kartam mening salohiyat kinishkamga bejirilganligi, hem maxfiy nomerini bildiganligim 50 mingni osonla ilishimga sharoit yaratib berdi. Pullarni iliblan telefonimning kartasini tashlab etdim. Albatta bu siz bilan qayta uchrashmaslik uchun edi. Mana bugun sizning oldingizda turibman. Meni nima qilsangiz mayli. Meni uring, tillang, ochiqingiz bisildigan ish bo'lsa, nima qilsangiz mayli. Onun sözlerini anlap, nima deyishimni bilemey turib qoldim. Onu uraymi? Tillaymi? Yoki eslaşlik qilib tasalli beraymi? Kallam qupqurq edi. Hech nimani o'ylamayotdim. Onun boy deganlari haqiqiy, rost bo'lsin yoki o'ydirilib chiqarilgan hikoya bo'lsin, ish qilib meni azoblayotdi. Bu dunyoda ojiz, oqko'ngil kishilarga ziyon tortamdiganda deganlarni o'ylab o'zimga, Odilga, Mavlonga ham oldimda yig'lab turgan Oygulga shundoq ichim og'ridi. Bu dunyo shundoq razilmi? Bizga o'xshash ojizlarga kun yo'qmi? Endi bu yerda uzun tursam beshim portlab ketadigandak. Hayotimning bu bosqichiga kelganimda hech nima o'ylag'im yo'q. Oygulgami hech nima degim yo'q edi. Bu dunyoda faqat o'zi uchun yashaganlar foyda oldi ekan. Men shunda qilsam nima bo'pti? Odilni tortib mangdimda, ularga xo'sh demasdimmi chiqib ketdik. Endi Oygulni qayta uchratdim. Uning so'zlarini anglag'im yo'q edi. Dunyo nima degan razil ha? Bir ojiz qizning beshiga shundoq ig'ir kunlar keldi. Yana qanchalik qizlar mushuninga o'xshash qiynalib yashayotgandi. Bizning atrofimizda yana qanchalik bor? Bundan keyin qanchalik bo'lar? Qanchalik davomlashar? Xotima. Şinjan qaytib kelganimga bir oydan eshib qoldi. Yangi bir hayotim boshlanib, kunlarim nihoyat xushal o'tmoqda edi. Ba'zida Chengdudagi shu azobliq, hasratli kunlarimni o'ylasam, ko'nglim buzilib, ichim achchiq azob qutuladi. Gulzira hadammo menga bek amir xo'p ketdi. Tehi bir unsim do'kon ochib, tijoratim kundan kunga ro'noq tepib, xil beyib qoldim. Odilmo ota-onasining yanında xotirjam, baxtli turmush kechirib Pat-pat telefonda so'zlashib, ahvollashib turamiz. Ba'zida Zuhraning, yo'q, Oygulning gapi chiqib qolsa, ko'nglim buzilib, shu vaqtdagi turmushim ko'z oldimga kelib oldi. Oygulni qanchalik qilib unuta olmadim. Nim degan bilan yaxshi ko'rib, so'ygan tunji muhabbatim emasmi? Kishilar tunji muhabbatni unutmoq bek tez deyishdi. Bu haqiqatan to'g'ri aytilgan gapkan. Chengdudagi azobli kunlarim yuragimga cho'nqur o'rnashib ketgan chig'i, o'zimni shuncha xushal tutishga tirishgan bo'lsam-mu, yanala qalbimni qiynayotgani
Ochiq o'tmish, ochiq azob edi. Gulzira hadamning to'nishtirishi bilan mahalladagi bir qiz bilan kelishib, putishib to'yimizni qilmoqchi bo'ldik. Burunqi kishilarmi bir-birini ko'may turib to'y qilib baxtli bo'la oladi ekan. Nemishqa? Men shunda qilamandim deb o'z ko'nglimga o'zim tasalli berdim. Buni bir hisobda mening azobli o'tmishimni, Oygulni unutib ketishim uchun foydali edi. Oxiri kutgan kunmi yetib keldi. Mening to'yim boshlandi. To'y baqizib ketdi. Adil mendan chaqqan chiqib to'yni qilyapti. Texi uning deyishicha ayolning qo'zg'ilib bormish. Buni anglab uning uchun xushal bo'lib ketdim. Menmo ishtigirak dada bo'lsam deganlarni o'ylab, shirin bir hisga to'lib o'ltirganimda, Adil tuyuqsiz menga bir konvertni berib, ichib beqishimni aytdi. Konvertni shundoq ichib edim, Oygulning kulib tushgan bir parcha suverdi. 50 ming yuanning pul cheki ham bir parcha xat turadi. Oldirab, xatni ichib o'qishga boshladim. Assalom, qadrli Murat. Salomat turvatamsiz. İşleriniz oңuшлuk, teniniz salomat ketib boramdi. Aldı bilan sizning hamma ishlaringizning utuqliq bo'lishini ulug' Allohdan tilayman, ham shundoq bo'lishiga ishonaman. Mendan ahvol so'rasangiz, mening ahvolim nihoyat yaxshi. Shu sizni sevganligimni hisobga olmaganda nihoyat yaxshi ketib boraman. Balki mendek ipti buzilgan fohish qizni unutib ketgan bo'lishingiz mumkin. Menga nafratlanayotgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, mendan nafratlanishingiz barhaq. Asli sizni oldimasliqim, g'ururlar o'zimning qanday qiz ekanligimni yoshirmasliqim kerakdi. Sizdan to'vanchilik bilan kechirim so'rayman. Ham meni kechirib o'tishingizni umid qilaman, Murat. Murat, meni kechirib o'tarsizmi? Mendek bir fohish qizni aslab qo'yasizmi? O'ylab baxsam, hayotimning ko'p qismi zorlanish, azob bilan o'tib ketibdi. İçim ochiq azobga, dard hasratga to'lib ketibdi. Buni o'zimdanmi, boshqalardanmi ko'rmayman. Buni peshonamning ta'tirligimdan, baxtsizligimdan ko'raman. Asli hayotimning oxirini bo'lsa-mu yaxshi o'tkazib, ahamiyatli ishlarga sarf qilishim kerakdi. Buni nihoyat kechik his qilibman. Murat, bilib turibman. Hayotimning oxirlashishiga sanoqli kun qoldi. Men hayotimning eng oxirgi minutlarida bo'lsa-mu, aqlimga kelib Shinjongga qaytib keldim. Hozir Urumchidagi ma'lum aydiz kasalining oldini olish tashviqot idorasida fidoyi bo'lib ishlayapman. Kunlarim shunchalik ahamiyatli. O'z kechirmishlarimni boshqalarga so'zlab berib, aldangan, qo'rlangan, hayotdan umidini uzgan kishilarga hayotning naqadar go'zal ekanligini his qildira olganimdan o'zimni nihoyat baxtli his qilaman. Barliq pullarimni yetimlar fondi jamiyatiga iyona qilib etdim. Qara, hayotim nima degan ahamiyatli, go'zal o'tayotgan-a? Shu topda sizning pulingizni qaytarib berib, sizga mushxatni yoza olganimga shunda xursandman. Murat, meni unutib qolma. Mendek bir ozg'an, xo'rlangan, chiqish yo'li topolmay o'zini go'yga ittirgan bir fohish qizni unutib qolma. Sizni aslab Oygul. Xatni o'qib bo'lib, ko'zim ochiq ketdi. Ishimda Oygulga dunyodagi eng shaxsiyatsiz baxtlarni tiladim. Ham yangi hayotimga bo'lgan ishonchim texim ochdi. Hayot menga kulib qarayotgandek bilinib ketdi.
2008 yil 24 oktyabrdan 14 noyabrgacha Chengduda yozildi. Мәзгүр әсәр Хотан Қаштеши мұнбірідегі Әзіз Имір Янгынның Оғыр Егет вә Пайыш қыз намлық әсірі болып, Баспас Торбекеті вә Xiyal Mediatori бірлешіп аваз қылып тәйярлаған. Бұл әсәрнің ішілтіш huquqi Баспас Торбекеті вә Xiyal Mediatoriға тәвә. Әмгекіміз көрмет қылың.